Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum Qur'on o'rganuvchilar. Qur'on o'qish darslarimizni davom ettiramiz. Bugun darsimizni 5-qismi. Demak, darsimizni boshladik. O'tgan darsda ya va ba harflarini o'tgandik. Harflarni takrorlaymiz. Ya, yi, yu, ay, mu, zaytu, maytu, ra'yu, romyu, yaman, maryam, mayzar, mayman, ayman, amroyni, zaytayni, aymayni, maytayni. Ba harfi o'zbek tilidagi bir tovushini ifoda qilardi. Ba, bi, bu, ab, ibnu, bintu, baytu, baynu, roybu, zaynab, barbar, bayrom, abrom, minbar, biamroyni, bibaytayni, minbaroyni, zaynabayni. Harflarni takrorlab oldik. Endi yangi harf o'tamiz. Birinchi harfimiz bu ka harfi. Harflarning 3 xil ko'rinishi bo'ladi. So'z boshida, o'rtasi va oxirida ko'rinishi bo'ladi. Bu kaf harfining 4 xil ko'rinishi bor. Bu birinchisi so'z boshida, so'z o'rtasida va so'z oxirida. Va bu alohida ko'rinishi. Bu kaf harfining alohida ko'rinishi. Demak, boshladik. O'zbek tilidagi k tovushi kabi o'qiladi. Ka, ki, ku, ak, kam, kum, kun, kay, bakru, makru, karmu, kanzu, tarku, kataba. Sukun bor joyda to'xtayapmiz. Tarku. Lekin bunday sukun yo'q joylarda to'xtamay o'qish kerak bo'ladi. Kataba. Kataba desak xato bo'lib qoladi. Shuning uchun kataba. Yaktubu. Taroka. Sukun yo'q, to'xtamaymiz. Taroka. Yatruku. Yatruku. Katabtum. Amaraka. Amaratka. Kuntu. Mumkin. Takrorlaymiz. Ak, kam, kum, kun, kay, bakru, makru, karmu, kanzu, tarku, kataba, yaktubu, taraka, yatruku, katabtum, amaraka, amaratka, kuntu, mumkin. Keyingi harfimiz. Bu harfimiz lam harfi, nomi lam. O'zbek tilidagi
L tovushi kabi o'qiladi. La, li, lu. Al, bal, lam. U B harfini qo'shilib o'zidan keyingi harflarga qo'shilib yozilishi. Lam harfiga qo'shilganda shunday yoziladi. Buni aniqlashni yo'li bu to'chkalardan aniqlab olamiz. Lam, lun, lum, lan, kil, nazala, lazima, kamula, anzala, alzama, akmala, akalat, akalna, akalta, akalti, akaltu, akaltum, bulbul, yalamlam, tazalzala, yatazalzalu, mutazalzil. Takrorlaymiz. La, li, lu demek i. Emas i. Al, bal, lam, lum, lan, kil, nazala, lazima, kamula, anzala, alzama, akmala, akalat, akalna, akalta, akalti, akaltu, akaltum, bulbul, yalamlam, tazalzala, yatazalzalu, mutazalzil. Bugungi darsimizni shu yerda yakunlaymiz. Keyingi darsda ko'rishguncha